Xo'p, assalomu alaykum yaxshilar. Demak, darsni boshlaymiz. Darsimiz bugun Voxpop mavzusida bo'ladi. Xo'p, ekran ulashaman albatta. Prezentatsiya ko'rsatishim kerak. Ko'rinyaptimi, yo'qmi? Shunchaki guruhga yozib yuborsalaring bo'ldi. Ko'rinyapti yoki ko'rinmayapti deb. O'shanga qarab ish qilaman. Muammosiz ko'rinyapti, demak. Voxpop ommaviy fikrni o'rganish, ya'ni qisqa savollar orqali biz odamlarning biron bir masalada fikrini o'rganamiz. Ijtimoiy so'rovnoma o'tkazish jarayonida bizda aynan mana shu narsa qo'l keladi. Voxpop'da o'zini qonun-qoidalari bor. Hozir ko'p ko'ryapman, aynan birinchi kurslarda yoki bo'lmasam undan katta kurslarda ham ko'rganman. Voxpop'ni texnikalarini yaxshi bilmasligini. Ya'ni Voxpop o'zi nima? Voxpop qanday qilinadi? Bu narsalarni tushunmaydi. Demak, shu narsalarga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, bugun Voxpop qanday bo'ladi va batafsil hammasini tushuntiraman. Demak, birinchi o'rinda Voxpop nima? Biron bir masala yuzasidan ko'pchilikning fikri qanday ekanligini o'rganishga qaratilgan. Masalan, deylik, biron bir ijtimoiy hodisa bo'ldi yoki bo'lmasam siyosiy hodisa bo'ldi va bunga odamlarning munosabatini o'rganishimiz kerak. Odamlar bunga qanday munosabatda ekanligini bilishimiz kerak. Shu o'rinda shunga yaqin savollar beramiz. Masalan, nimadir o'zgarish bo'ldi yoki nimaga yangilik kiritildi. Shunga qarab turib biz vaziyatni shakllantiramiz. Deylik, masalan, nima o'zgarish bo'ldi yaqin yillarda, yaqin kunlarda bo'ladigan bo'lsa, hozir hamma toqqa chiqyapti. O'sha masala bor. Tog'dagi, ya'ni toqqa chiqish yaxshi do'stlar bilan, lekin tog'da, ya'ni biz o'zimiz qanday o'zimiz shakllantirishimiz kerak degan narsa bor. Ya'ni juda ham ko'p madaniyatsizlik holatlari bo'lyapti. Toqqa narsalarni olib chiqib musor qilib tashlab ketyapti. Tabiatni qo'pol qilib aytganda biz juda ham ko'p musor qilyapmiz. Toqqa sinfdoshlar, o'rtoqlar bilan boryapmiz, lekin aksincha biz uni rasvosini chiqaryapmiz. Shunaqa holatlarda biz o'sha narsaga odamlarning munosabatini o'rganishimiz mumkin. U jarayonda 7 yoshdan 70 yoshgacha hamma qatnashishi kerak. Bitta misolda ko'rdik. Demak, keyingi masala. Savol misolda ko'rishimiz kerak bo'ladi, savollarni berishimiz va to'g'ri javob olishimiz kerak. Yana bir narsaga ahamiyat berishlaring kerak bo'ladi. Bu yerda qaranglar. Aynan vizualni shakllantirishda bitta tasvir qo'yib qo'yganman. Juda ham ko'pchiliklaring Voxpop o'tkazish jarayonida vizualda xatoliklar qilasizlar. Masalan, bu yerda nisbatan jicha xatolik ketgan, qanday odam, ya'ni intervyu oluvchi ko'proq ko'rinib qolgan. Nisbatan bu yelka qismidan, yarmidan va mikrofon ko'rinsagina yetadi. Va o'rtadagi bo'shliq juda ham qisqa bo'lishi kerak. Deyarli 20% ni tashkil etish kerak tepa qismi. Ya'ni bo'shliq. Ba'zi bir shunday videolar ko'raman, Voxpop olingan, so'rovnoma olinganda, tepada juda ham katta bo'shliq bor va bitta kadrga 2 kishi sig'ish holati ham ko'rinadi-da. Ya'ni 2 kishi chiqib olib turib, bugun biz bunaqa so'rovnoma o'tkazamiz, biz bunaqa so'rovnoma. Va bu narsalar ham xato hisoblanadi Voxpopda o'zi. Chunki ijtimoiy mediada hook degan narsa bor. Hook bilan ushlab qolishimiz kerak va o'sha narsa orqali Voxpopni amalga oshirishimiz kerak. Umumiy olib qoladigan bo'lsak, to'liq so'rovnomada mana shunday holat bo'ladi. Deylik, siz bitta savol bergansiz, ichida eng qiziq, optimal javobni olasiz. Ya'ni odamlar bittada ushlab qoladigan bo'lsa, hamma yesa yebdi-da, o'zi bilganini qiladi-da degan narsani kimdir aytib qo'ydi, o'shanga ko'p heytlar bo'ladi va video rekka chiqib ketishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, ko'tarilib ketishi mumkin, lekin video izohida bitta o'sha odam negativ qilgan, qolgan hamma ijobiy narsalarni aytishga harakat qilgan. Demak, o'shan bilan qo'yingda, savol bilan yuzlanamiz degan narsa ham o'zi eng katta xato. Masalan, biz bugun odamlardan mana bu masala bo'yicha savol bilan yuzlanamiz. Bu juda ham nima qilib aytganda, 3-sinf bolasiga nimadir haqida o'rgatayotganga o'xshab qolasiz-da. Ya'ni sizni kuzatadigan odamga nimani o'rganayotganligingiz shart emas. Shunchaki javobini oling, bo'ldi. Shunchaki javobni oling
va bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam hukdan keyin ishlatishingiz mumkin. Vaziyatni ko'rsatasiz. Mana tars internet tarmoqlarida mana bunday holatlar juda ham ko'p kuzatildi. O'zi bunga odamlar munosabati qanday deyish kerak. Bugun o'rganamiz emas. Ya'ni bugun nimadir qilamiz, qilyapmiz. Bunaqa narsalardan voz kechish kerak. Ya'ni siz o'zingiz mana shu narsalardan voz kechishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni qilyapmiz, qilamiz, qilmoqdamiz. Bu to'g'risi bu juda ham odamlarni zeriktirgan uslub va bunaqa uslublardan voz kechishdan kerak. Shunchaki odamlar bunga o'zi qanday munosabatda degan savol bilan bo'ldi. O'shani olasizlar. Birinchi odamga yoki bo'lmasam bu narsani aytmasdan turib, mana bu narsa bor. Ya'ni birinchi odamga berilgan savol qoladi-da, qolganiga faqat javoblar qolib ketadi. Qanday bo'ladi deydigan bo'lsak, montaj jarayonida hammasiga savol bergansiz, faqat birinchi odamga bergan savolingizdagi savol berish jarayoningiz qoladi, qolgan hammasida javoblar ketadi. Qayta savolni qo'yaverish kerak emas. Bu narsaga ham ahamiyatli bo'lish kerak. Bu montaj jarayonida, lekin eng asosiysi necha foiz ma'qulladi, necha foiz ma'qullamadi bu narsaga keyinchalik albatta to'xtalasiz. Javoblarga qarab xilma-xillikni, odamlarning turli xil munosabatlarini shakllantirishingiz kerak. Va kadr miqyosidan ko'rinishni ham, vizualizatsiyasini ham aytib o'tdim. Imkon qadar hozir Instagramga ishlayapmiz bunaqa uslubda va bu juda ham trenddagi uslub, ya'ni odamlardan nimanidir so'rash uslubi. Mana bu so'rovnomada aynan bugun buni o'rganamiz, buni o'rganamiz emas, shunchaki qiziqarli eng qiziq javob hukda olinadi, bo'ldi. Ya'ni men bugun bunaqa qilaman, men bunday qilaman degan narsani aytish shart emas. Demak, keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, eng muhim qoidalardan biri savollarning barcha uchun bo'lishi shart. Ya'ni savol faqatgina sevishganlar qamrab olishi kerak emas. Qo'pol qilib aytganda. Deylik, bitta savol tuzdingizda faqatgina o'sha insonlarni qamrab olgan. Yo'q, unaqa bo'lishi kerak emas. 7 yoshdan 70 yoshgacha hammani qamrab olsa, auditoriyani kengroq yegan deysiz. Tushunyapsizmi? Kengroq odamlarga qiziq. Ba'zilar masalan universitetda mana odamlar qanaqa deydigan bo'lsak, o'sha universitetda odamlariga kerak bo'lsa, даже universitetning ichidagilarga ham emas, faqat o'sha odamni taniydiganlarga qiziq. Deylik, mana masalan kelib turib, bitta o'qituvchini aytyapti, mana bu ingliz tili o'qituvchiga fikringiz qanaqa? O'sha jarayonda o'zida qiziq. Lekin buni kattalashtirishimiz kerak. Ya'ni katta ijtimoiy masalalar bo'yicha, kattaroq narsalar bo'yicha yondashsak, masalan, toqqa hamma chiqadi-da, oilaviy ham chiqadi, bolalar ham chiqadi, talabalar ham chiqadi, boshqasi ham chiqadi. Mana shu holatlarga javob berishimiz kerak. Ya'ni hammani qamrab olish kerak savolimiz. Yoki bo'lmasam boshqa narsaga iqtisodiyotning markazlashishi bor narsa va bu narsa qanchadir tartibga solingan desangiz, bu endi faqatgina iqtisodchilarga mo'ljallab qolinadi. Tushunyapsizmi? Lekin umuman oladigan bo'lsak, iqtisodiyotning markazlashishi butun jamiyatga taalluqli. Butun jamiyatga taalluqli. Nimaga iqtisodiyotning markazlashdi? Nima muammo bo'ladigan bo'lsa, bitta shaharga hamma yig'iladi va iqtisodiyot o'shda oqimi bo'lganligi uchun ko'pchilik o'shga talpinadi. Masalan, Toshkent misolida oladigan bo'lsak, iqtisodiyot faqat Toshkentga yig'ilib qolgani uchun ko'pchilik Toshkentga keladi. Iqtisodiyot markazidan ko'chiradigan bo'lsak, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Buni endi sal murakkab. Ko'ryapsizlarmi? Faqatgina savolni mutaxassislarga bersak, undan javob olishimiz mumkin bo'lgan jarayon. Oddiy odam tushunmaydi. Shunaqa murakkablikdan ham qochish kerak. O'ta bitta shaxsga qaratilgan yoki bo'lmasa faqatgina mahallani o'zidagina aniq bo'ladigan narsalarga undan ham qochish kerak. Ya'ni o'rtaliq hamma tushunadigan, hamma biladigan joyga borishimiz kerak ekan. Tushunyapsizlar? Xo'p. Keyingi masalaga qaytadigan bo'lsak, 7 yoshdan 70 yoshgacha qamrab olish haqida batafsil tushuntirdim. Xo'p, asosiy qoidalardan yana biri, demak, ha, yo'q bo'lmasligi kerak. Imkon qadar javobimiz. Futbolga qiziqasizmi? Futbol jahon chempionatiga O'zbekiston chiqa oladimi? Ha, yo'q. Bunaqa javoblar hech qachon bo'lmasligi kerak. Ya'ni Vox Popda biz fikr o'rganamiz. Fikr o'rganishda savollarda shuni qaratish kerakki, fikr o'rganilishi kerak.
ha, yo'q bu munosabatni ko'rsatadi. U masalan ha deb turib ijobiy munosabatda, yo'q deb turib salbiy munosabatda bo'lishi mumkin. Yoki aksincha. Umuman olganda siz faqat o'rtaliqni topib olishingiz yoki bo'lmasam umuman ha yo'q tilda javobini olishingiz mumkin bo'ladi. Bunaqa savollar bor. Toshkentga kelish yoqadimi? Ha. O'qishga kirishingizni istaysizmi? Ha yoki yo'q. Demak, mana shunaqa savollardan uzoqlashishimiz kerak ekan. Xo'p, keyingi masala muhitning o'zgarishi kerakligi. Ya'ni bu jarayonda juda ham muhim hisoblanadi. Bitta masalan ko'pchiligimiz biz drujbaga o'rganib qolganmiz. Drujbaga olib turib hamma odamni yig'ib turib bitta reportaj tayyorladik yoki bo'lmasa vox pop tayyorladik deya olmaymiz. Drujbaga borish kerak, boshqa joyga borish kerak, maktablarga borish kerak, atrofdagilar ko'rish kerak-da. Ya'ni bitta joyga yig'ilib qolgan odam bilan butun jamiyatni fikrini o'rganib bo'lmaydi. Ya'ni agar ideal darajada qiladigan bo'lsak, o'zi ko'proq joydan o'rganishimiz kerak. Maktab, universitet, kollej hammasini muhit o'zgarishi kerak. Odamlar ham o'zgarishi kerak. Ya'ni 7 yoshdan 70 yoshgacha ayol, qari, yosh, boshqa narsalar. Chehralar ketma-ketligi bu montajga bog'liq bo'lgan narsa, albatta. Bir xil ikki marta qari odam ketyapti, orqasidan yosh ketyapti. Qari, yosh, ayol, tepa shunaqa oralig'ida ketsa, har xil odamlarning munosabati o'rganilayotganligi ko'rsatiladi. Tushunyapsizmi? Demak, vox popda bu narsa ham juda ham muhim ekan. Keyingi masala esa asosiy qoidalarda yana boyagi aytganimdek, joy masalasida o'zgarishlar bo'lishi juda ham muhim. Ya'ni so'rovni o'tkazayotgan jarayoningizda siz odamlarni turli xil joylarda o'rganishingiz kerak. Bitta joyda o'rganish ham bu javobni to'liq olmaydi. Keyingi masala, xo'p, faqatgina bitta masalada salbiy javob bo'lib yig'ilib qolmasin, ijobiy javob bo'lib ham yig'ilib qolmasin. Imkon qadar o'rtalig'ini, muvozanatni qidirib yig'ishga harakat qiling. Bitta masalaga to'g'ri, hamma salbiy munosabati bor, lekin ijobiy munosabati borlari ham bor. Neytral pozitsiya ham bu qaysidir ikkalasini taqqoslab beradi. Demak, montaj jarayonida siz bunday javoblar oldingiz. Biron bir masalada bunga munosabatingiz qanday deb o'rgangansiz, u fikrni aytdi. Men bu narsaga yaxshi qaramayman dedi. Yana bittasi men bilmayman dedi. Yana bittasi hammani o'zini ixtiyorida dedi. Ya'ni kimdir neytral bo'ldi, kimdir qoraladi, kimdir oqladi. Deylik, sizda ko'p, juda ham qoralar ko'p va oqlaganlar 3 ta 4 ta, neytrallar ham 3 ta 4 ta. Mana bu jarayonda siz neytraldan ham foydalanishingiz mumkin. Bilmayman ham aslida javob hisoblanadi. Bilmaymanda o'sha oraliqdagi minus to'g'irlab olishga ishlatishingiz mumkin. Hozir aynan o'sha narsaga to'xtalaman. Muvozanatni shakllantirishga mana bu jarayonda mana ko'rsatishim mumkin. Mana montajda ham shu narsalarga ahamiyat berishlaring kerak. Ya'ni odamlar ketma-ketligini beryapsizlarmi? O'sha jarayonda ahamiyatli bo'linglarki, plus bo'lib ketmasin. Plus minus yoki bo'lmasam plus masalan bu yaxshi emas deb turib salbiy javob aytdi, keyin o'rtasida bilmayman javob ketdi. Yana bitta bu narsaga qo'shilmayman deb turib yana bitta javob ketdi, yana boshqa narsa. Plus minus vazifasini bajarib turib o'rtaliqda olinyapti. Ya'ni bilmayman neytral pozitsiya sifatida olinyapti. Shunday holatlarda bo'ladi, ya'ni neytralda olasizlar, yoqmaydi, yoqadi, menga qiziqmas. Menga qiziqmas, yoqadi ko'p bo'ladigan bo'lsa, yoqmaydi vazifasini bajarib beradi. Shunday holatlarda montajda mana shu narsaga ahamiyat berishing kerak. Ya'ni bu narsa ko'p holatlarda vox popni taxlashda jurnalistning o'zi qatnashishi muhim. Vox popni taxlashda. 150 ta savol odamni olib keldingizda montajyorga shunday otib yuborib turib, yig'ib ber emas, o'zingiz ketma-ketligini shakllantirishingiz kerak. Bu eng muhim narsa. So'rovnoma olish hammaning qo'ldan keladi. Faqat to'g'ri savol berish va to'g'ri kadr tanlash eng qiyin masala. Faqatgina minuslardan yoki bo'lmasa aksincha plyuslardan iborat bo'ladigan bo'lsa ham bo'lishi mumkin. Masalan, ona mo'tabar, ona buyuk zot, ona oq uy boqtiragan. Hammada shunaqa javoblar ketyapti. Buni biri ikkinchisini takrorlamagan qilib, kesib qo'yiladi. Masalan, ona haqidagi biron bir narsalar qilinadigan bo'lsa, o'sha odatda shunaqa qilinadi. Onaga hamma har xil ta'rif beradi. O'sha har xil ta'riflarni bitta qiladi.
xuddi bitta odam yaxlit qilib ona siymosini shakllantirgandek bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy masalalarda ham masalan hammani bitta yaxlit fikri shakllanib keldi. Xuddi she'rni parcha kimdir o'qiyotgan bo'lsa, o'shanda qilib bergandek berishlari mumkin bo'ladi. Faqatgina bu jarayonda bitta narsaga ahamiyat beringlar. Faqat sizlarda salbiy fikrlar yig'ilib qolgan, faqat ijobiy fikrlar yig'ilib qolgan bo'lsa bo'ldi. Mana shunday holatlarda ketma-ketlikda hammasini fikri yaxlitligi bittami? Demak, uni bunda bu bitta detalni olasizlar, ikkinchisi boshqa bitta detalni olasizlar. Bittasi suv yo'q dedim, ikkinchisi mana shu narsa tufayli suv yo'q. Suv mana bu yerda qurilgan. 3 kishi odamda 3 xil fikrlar kelyapti. Lekin yaxlitligini olib qo'yadigan bo'lsak, hammasi bir xil narsani aytib bo'lgan. Siz ulardan 3 ta 4 ta odamdan fikr olganingizni ko'rsatish uchun bundan unisini olgan bo'lasiz. Shunaqa qilib turib ham Voxpopni salbiy ijobiysini ham yig'ib olsak bo'lar ekan. Boya mana masalan o'xshash gaplarni ulash masalasida ham to'xtalib o'tdim. Mana xuddi o'sha narsaga matnda keltirilyapti, ya'ni o'xshash gaplarni ulash va bir-biriga toqqoslash. Statistikani ham yig'ib qo'yishingiz kerak o'zingizga. Masalan, bu masalaga 70% odam qarshi, bu masalaga 70% odam ma'qullayapti deb turib berishingiz ham mumkin oxirida. Statistika sifatida o'zingiz oxirida stand up qilib turib, hozirgi paytda bu masalaga juda ham 70% odam qarshi, lekin natija hali ham odamlarning o'zida shundaymi deb turib berishingiz mumkin. Masalaga shunaqa qilib yopib beradigan bo'lsangiz, ochiq qoldiradigan bo'lsangiz bo'ladi. Ya'ni qiziqroqligi qoladi-da. Faqatgina savollarni yig'ib olib turib ham, javoblarni yig'ib olib turib ham biz o'rgandik mavzuni deyilmaydi. Voxpopning masalasi biron bir masalaga, ijtimoiy mavzuga, ya'ni mavzu bo'ladigan bo'lsa ijtimoiy vaziyatga odamlarning munosabatini shakllantirish va odamlar munosabatini o'rganish uchun qilinadi. Ya'ni bilyaptiki, 70% odam bunga qarshimi, yo'qmi deb turib qiziqib o'rganib ko'ryapti. O'sha narsaga javob olish uchun qilinadi bu narsa o'z aslida. Shuni javobini olyapsizlarmi, bo'ldi. Universitetda o'qish yaxshimi? Ha, yaxshi, yo'q. Bo'ldi, shunaqa javob bo'lib qolyapti. Undan ko'ra 4 yil davomida universitet sizga nimalar berdi deb turib, ko'proq odamlardan nimalar yig'ib olish mumkin ekan. Har xil universitetdan, ya'ni bitta universitetdan yig'ish kerak emas bu narsani. Qaysidir universitetdan, boshqa universitetdan, har xil universitetlardan yig'ib ko'rish mumkin. Kimgadir vaqt beradi, kimgadir vaqtini o'tkazganligini isbotini beradi, ya'ni boshqa narsalar. Har xil jarayonlar shakllanadi. Demak, ha yo'q javobdan ham qochishlaring va munosabatlarni ham shakllantirishlaring kerak bo'ladi. Xo'p. Yaxshi Voxpopning belgilari. Har xil yosh va jinslar. Yosh, katta ayollar va erkaklar bo'lishi bu Voxpop haqiqatan zo'r chiqqanini bildiradi. Ya'ni siz ko'proq harakat qilganingizni ko'rsatadi. Keyingisi turli joylardan olingich. Maktab, ko'cha, uy, do'kon, har xil joylardan olganingiz bu yaxshi Voxpopning, ya'ni bitta belgisi. Va eng asosiy belgisi bu yerda yozilmabdi, savol to'g'ri berilishi. Tanlangan mavzu yuzasidan ijtimoiy eksperiment aynan ha yoki yo'qlardan ham ozod bo'lishi va haqiqatan zo'r bo'lishi. Ya'ni savol zo'r bo'lishi. Savol haqiqatan muhim bo'lishi odamlar uchun. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Odamlar o'z fikrini erkin ifoda qilishi, ya'ni ha yoki yo'qdan uzoqroq bo'lishi. Savol yaxshi berilgan bo'lsa, ha yoki yo'qdan uzoqlashadi. Biz ko'pincha savol tuzib bermaymizda va odamlardan gapirib bering deymiz. Qo'pol qilib aytganda. Mana shu narsa haqida ko'proq narsa gapirib bering. Savol cho'tki qo'y, u gapirishga majbur bo'lsin. Shunaqa holatlarda o'zini zo'r savol beradigan bo'lsa, cho'tki hammasi. Keyingisi muvozanat. Ijobiy ham, salbiy ham befarqlikni ham o'rtalig'ini juda ham ushlash kerak. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Bu sizni nuqtai nazaringizda emas, odamlarning nuqtai nazarida ko'prog'ini ko'rish kerak. Siz nimanidir isbotlash uchun odamlardan atayin, qo'pol qilib aytganda, kredit yaxshi degan narsani yig'ib keladigan bo'lsangiz, yig'ib bera olasiz. Yaxshiligini isbotlab bera olasiz. Aksincha, yomonligini isbotlab beraman desangiz, isbotlab bera olasiz. Deylik, ham 30 ta odam sizga yomonligini aytdi, lekin siz 5 ta odamnikini olasizda, yaxshiligini isbotlab berasiz.
jurnalist bu jarayonda o'zi xohlagandek pozitsiya qilishi mumkin. Shuning uchun o'zini pozitsiyasidan ko'ra ijtimoiy fikr pozitsiyasini tanlash kerak. Xo'p, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu kutub orqali biz fikrlarni to'g'ri o'rganamiz va odamlarning fikrlarini olamiz. Va eng asosiylardan biri to'g'ri savol, ha yoki yo'qdan iborat bo'lmasligi, har doim odamlar o'zgarishi va to'g'ri montaj eng asosiy ekan. Bu Voxpop bo'yicha to'liq xulosalarim. Voxpop qilishda, ijtimoiy so'rovnoma o'tkazishda eng asosiy narsa savolning to'g'ri qo'yilishi va savol ko'proq ko'lamli bo'lishi, odamlarning ko'proq odamlarni qamrab olishi, ya'ni ko'proq odamlardan o'tkazilishi va to'g'ri montaj. Eng asosiy to'g'ri montajdan tashqari baribir o'zlaring hozirgi paytda telefonni olyapsiz, telefon ham juda ham sifatli olib beryapti va kadrdagi bo'shliqlarni to'ldira olish va yaxshi tasvirda ola olish. Bu juda ham muhim. Hozirgi paytda eng muhim narsalardan biri. Xo'p, bu masalalarga qisqacha to'xtalib o'tdim. Xo'sh, demak, yozib olishni o'chiraman. Qo'shimcha savollar bo'lsa berasizlar.